Adenot o'zi nima? Adenot bu burun halqum sohasida joylashgan bezlardan bittasi. Hop, adenot o'zi immunitetda ishtirok etadigan, ya'ni yosh bolalarda 11-12 yoshgacha ishtirok etadigan immunitet a'zolaridan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bolani 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan paytda bolada immunitet tez ishlagani hisobiga tashqaridan kirgan infeksiyaga kurashaman deb o'sha kattalash ehtimoli bor. Undan tashqari allergiya hisobiga, allergiyasi bor bolada ham adenot kattalashi mumkin. Adenotda o'z 3 ta darajasi bor. Qachon oldirish kerak, qachon oldirmaslik kerak, shu darajalarga qaraladi. Birinchi darajasida unaqa shikoyatlar bo'lmaydi. Demak, bola o'sha nafas olishda uncha muammo bo'lmaydi. Shuning uchun davolasa bo'ladi unda. Ya'ni o'zini spreylari bor maxsus, mometazon sostavli spreylar, Monex, Cetacid, Flutel, Flutinex, shunga o'xshagan kabi spreylar bor. Ikkinchi daraja bo'lsa ota-ona shikoyatiga qaraladi. Ya'ni bola belgilari, demak, bola doim og'zini ochiq uxlaydi, tez-tez tomog'i og'riydi, tez-tez shamollaydi. Ya'ni bir oy yaxshi yursa, ya'ni 15 kun yaxshi yursa, 15 kun shamollab yuradi. Shunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darajasida operatsiya ko'rsatma hisoblanadi. Uni ham olib tashlash kerak. Unaqa shikoyatlar bo'lmasa, ikkinchi daraja bo'lsa, demak, bola burni yaxshi nafas oladi, og'zini ochiq uxlamaydi, tomog'i tez-tez og'rimaydi, tez-tez shamollamaydi, quloqqa umuman asorat bermaydi. Ya'ni qulog'i yiringlamagan, quloqqa burun shamollaganda quloqqa asorat bermagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, nobda olinmaydi, kuzatiladi faqat. Ya'ni adenot kattalashsa 3-darajaga o'tsa olib tashladi. Agar so'rilib ketsa, ya'ni qayta so'rilsa hech narsa qilinmaydi. 3-darajaga keladigan bo'lsak, olib tashlashga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Ya'ni 3-darajada demak, bolada belgilar og'zini ochib uxlashi doim, burni bitib qolishi, kechalari xurrak ochish, shamollasa quloqqa asorat berishi, ya'ni shamollasa quloqqa asorat berishi deganda burun halqum sohasini bekitib qo'ygan hisobiga u yerda burun bilan quloq ulaydigan kanal ham bor. O'sha kanal yopib qo'yadi, ichkarida bosim o'zgaradi yoki infeksiya o'tib ketib qolishi mumkin. Infeksiya o'tgandan keyin qaytib chiqish qiyin bo'ladi u yerda. Yopib qo'ygandan hisob bosim o'zgargan hisobiga ichkarida eksudat yig'ilishi mumkin. Eksudat ham eshish pasayishga olib keladi. Shunaqa asoratlar bo'lsa, ya'ni 3-darajada shunaqa asoratlar bo'ladi ham. Olib tashlashga ko'rsatma bo'ladi. Adenoidda operatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi? Ya'ni tekshiruvlar qanaqa bo'ladi? Shunaqa belgilar bo'lsa, bolada lorga ko'rinadi. Lorda o'zi maxsus endoskop bor, endoskop bilan ko'riladi, adenoid to'qimasi aniqlanadi. 3-daraja bo'ladigan bo'lsa, operatsiya ko'rsatma bo'ladi. Operatsiyada birinchi qon analizlari topshiriladi. Ya'ni общий aнализ крови, qonni quyuq suyuqligi, qondagi viruslar bor yo'qligi, jigar fermentlari, EKG qilinadi, pediatr ko'rigi bo'ladi. Bu hamma analizlar yaxshi chiqqandan keyin EKGlar normada bo'ladigan bo'lsa, anesteziolog ko'radi. Ya'ni anesteziolog ko'rgandan keyin o'sha narkozga ruxsat bersa, ya'ni narkoz bera olaman desa, undan keyin operatsiya olinadi. Operatsiya davomiyligi taxminan 5 minutdan 7 minutgacha bo'ladi. Unaqa katta operatsiya hisoblanmaydi bu. O'zini maxsus shaver degan apparat bor, o'sha bilan olinadi. Qanaqa olinyapti, nafas yo'llari ochildimi, hammasi ko'rib turib qilinadigan narsa. Undan keyin ustidan xalq tilida lazer deyiladi. Koagulyator bilan kuydirib qo'yiladi, ya'ni qonamasligi uchun, qayta o'smasligi uchun. Operatsiyadan keyin narkoz o'chiriladi sirazi. O'chirilgandan keyin bola taxminan 10 minut, 15 minutda o'ziga keladi. 10-15 minutdan keyin anesteziolog nazoratda bo'ladi baribir, yarim soatgacha. Yarim soatdan keyin palataga ota-onasini qo'liga olib chiqib beriladi. Olib chiqilgandan keyin bola o'sha 1 soatda o'zini suvini, ovqatini, hammasini yegandan keyin o'ziga keladi. O'sha o'ynab yuradi 2-3 soatdan keyin. Undan keyin agar bola ahvoli yaxshi bo'lsa, javob berishga moyil bo'ladigan bo'lsa, 2-3 soatdan keyin ham bolaga ruxsat berishimiz mumkin. Adenot qilinsa. Ahvoliga qaraladi har doim. Ko'pincha bunaqa holatda adenotdan keyin bolaga 3 soatdan keyin ruxsat beramiz uyga ketishga. Hop, adenot operatsiyasi xavflimi deydiganlarga, adenot operatsiyasi xavfli emas. Hamma analizlar normada bo'lsa, ya'ni pediatr ruxsat bersa, o'pkalar shamollash bo'lmasa, anesteziolog ruxsat bersa, xavfli hisoblanmaydi. Qaytib o'sib chiqish mumkinmi degan savollar berishadi ko'pincha. Adenot qaytib o'sib chiqish ehtimoli bor, qanaqa usulda olinsa ham. Unda nima hisobiga o'sib chiqish mumkin? Qonda har xil virusli infeksiyalar bo'lsa, birinchisi Epstein-Barr virusi misol uchun bo'lsa, o'sish ehtimoli bor. Yana shunga o'xshash viruslar. Allergiyasi kuchli bolalarda, juda ham allergiyasi kuchli bo'lsa, ularda ham o'sish ehtimoli bor. Demak, adenot haqida qisqacha ma'lumot berdim deb o'ylayman.